Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamma ishlab chiqargan narsalar bir komplektdan tekinga berar ekan. Biz ham aksiya qilib, mana shu ko'rayotgan videolar 100 mingta prosmotr bo'lsa, 100 ming xolos. Like, kommentni qizig'i yo'q. Bitta xohlagan apparatdan tekinga bir komplekt beramiz. Hozir Penablok oddiysi, ikkita profil, Yevropa har turidan bor. Birortadan narxlarni tanishtirib o'taman. Penablok oldingi eski qolipimiz uchli listdan qilingan, ochilib yopilishi rezbali va listlar uchli qalinligi uchli rossiyskiy listdan qilingan. Narxi o'ta arzon, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini oldin $900, $950, $800 dan dastavka qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Bunisi ikkita profilli, bitta profilli belli qo'yarmasi deb Divayni qilib, usulini qilib ikki profilli qilib berganmiz. Buni $850 O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Hozir eng trenddagi hali qiroqlari ham chiroyli chiqargan, har bitta profili to'g'ri profil to'qilgan, taglarigacha bittadan profil to'qilgan Euro komplekt hisoblanadi. Euro qolipi farqi prostoydan ikki tarafga ochiladi. Har bitta tarafga 3 ta oshmosh qo'yilgan. Listlar bunga rossiyskiy komplekt ichida nima bo'ladi deganlarga pena generator, lato, kolonna, lato, kompressor yangi, mikser, qolip yoshi, pulizatор hamma yo'q bo'ladi. 10 kilo penani ham bonus qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini $900 qilib beramiz. Agar joyimizdan kelib ketsa, $800 qilib beramiz. Kelib bemalol o'zimiz quyayotgan sexlar ham bor. 2 soat yoki 1 soat turadi. O'rgan bo'ldim desa, mashinasiga cho'tka yuklab, hamma yo'ldan chiroyli qilib beramiz. Yana bu yerda videoda misol uchun menga Lego kerak deganlarga turbali Legolar ham bor. Bir-biriga kiradi, ip tortmay ursa ham bo'laveradi. Keyin 100lik turbasi bor, teshigi, unga kolonna o'xshatib albatta tashlab biton qo'ysa ham bo'ladi. Buning narxi $1000. Legoning oddiysining narxi ariqchali Lego $950 bo'ladi. Undan tashqari dastavka hammasi ichidami? Hamma yo'qda O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ichida qilib beramiz. Misol uchun men Peregorodnikilar deyotganlar bo'lsa, Peregorodka ham bor, 12 razmerli bo'ladi. Keyin gibrid qolip ham bor. 3 tasi 20 li chiqadi, 5 tasi 12 li chiqadi. Yo'q, kolonnalar ham zaxirada bor. Addini sotilaveradi, bunaqa 10 ta uradigan bochkalar. Antena o'sha hamma yo'q bor, xudo xolasa. Kami yo'q. Hozir gazalog ko'p, kichik gazalog ko'p ketdi. Gazalog ham zaxirada qashni cho'zdi, men ko'rsataman. Oxirgacha o'sha 10-15 yilga turibdi. Keyin haligi ko'proq kuniga 800 ta, 1000 ta, 2000 ta chiqaraman, zavod qilaman deyotganlarga avtomat reska ham bor, o'zi kesib beradi. Shu keyin gazalog bir komplektda nimalar kiradi deganlarga mana gazalog bir komplekt narxi $1,500 joydagi narxi, adres yaqin misolga qarab kelishamiz. Bir komplektda mishalkasi bor, bir tayyorlangan umakda chiqadi. Undan tashqari motor ham yangi, rossiyskiy haligi ravochi qo'yilmagan, yangi, Xitoy bo'lsa ham yangi qo'yilgan. Bu ham xudo xolasa 2 oy garantiyasini beramiz. Ikkita qolip bo'ladi, bitta qolipda 12 tadan, ikkita qolipda 24 ta chiqadi. Shablon reskasi bor, arrasi bor, suv yo'ngisi bor, suv nasos hamma yo'q yangi. Suv datchiklarigacha bor. Narxi $1,500. Xolasa unda, xolasa haligi kesish shart emas, shunda Penablokga o'xshab qo'yaman deyotganlarga haligi trendda qolib, bu ham rasm ko'pchilik hozir shundan qilishyapti. Bu qolipda Yevro qilingan, bunda ham 3 ta oshmosh qo'yilgan. Listlar rossiyskiy, ochilib yopilishlar rezbali bo'ladi, rezinkalar bo'ladi. Bir tom suv ham rastor ham oqmaydi. Buni komplektda mana hozir kichkina mishalkada tayyorlanganda 6 ta chiqadi. Keyin 3 ta qolib, kompressor, mikser, pena generator ham bor, ham pena bo'ladi, ham gazavol, ham tom sovuqkisi bo'ladi. Bunda ham o'zining suv yo'ngisi bor, shabloni bor, motori bor, suv nasos, datchik, patchik hamma yo'llar bo'ladi. Buni narxini ham o'ta arzon qo'yamiz, ham pena bo'ladi, ham gazavol, ham tomli pena qo'yish, 3 tasi birda. Narxi $1,500, adresimizda narx. Kelib bemalol o'rgatib ketaverasiz. Undan tashqari misol uchun o'zingizlar quyapsizlar yoki qolip yetishmovchilik bo'lsa, qolipni o'zini ham sotamiz. U qolipdan, bu qolipdan, Penablokdan hamma yo'ldan qilib beramiz. Mana o'zimiz ishlab chiqqan Penabloklar mana qaydadir yumshoq bo'lishi mumkin. Biz aytgan retseptga qo'ysanglar, xudo xolasa mana shunday qattiq chiqadi. Bu gazavol mana qiroqlari ham cho'tki, mana qattiqligini ham ko'ringlar mana. Xuddi bizdan olgan odamlarga xuddi mana shunaqa qilib o'rgatib qo'yamiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, ekrandan nomerda bemalol telefon qilaveringlar. Yo'q, yana qolib kerak deyotganlar, qolib xudo xolasa cheksiz, xolasa 2 tonna suv yo'mkasi, xolasa qolib o'zi, xolasa pardon, nima deysiz, kerak bo'lsa qilib beramiz.
Ekranda nomer telefon qilasizlar, gap 100 mingta prosmotr bo'lsa, like bakin bitta apparat. Penabo komplektdan yevromi, prostomi, liboni kelib ketaverasizlar. Sog' bo'lasizlar. Bitta like bosib, podeshya qilib qo'yasizlar.